ismim Habibaxon. Qirg'izistondan keldim. Shu iflos kompaniyasidan. Opam anjanli bo'lgani uchun opam bilan birga borib kelay, yolg'iz bormasin deb birga keldim. Opam, men, qizi, pochcham bo'lib keldik. Biz Madinaga tushdik. Madinada bizni rosa chiroyli kutib oldi. Islom Ali degan bola bor ekan. Shunaqa yaxshi bola ekan, umrini bersin. Xuddi birinchi sinfga o'xshatib bizni yetalab yurdi. Hamma yo'lda qulog'imizga quyib qo'ydi. Ashitda yurganlar u bolani gaplarini eshitib, xurmo bog'iga borsak bizga qarab ham gapirib qo'y deyishib, hamma yo'lda bizga yaxshi tushuntirdi, qaramay qo'ymadi. Chiroyli kutib oldi, umrini bersin. Rosa yaxshi kompaniya ekan. Bu yerdan mana Makkaga keldik. Mana kecha kechqurun keldik. Bu Makkada ham bizni mana o'tirgan gostinitsamizda rosa yaxshi kutishib oldi. Chiroyli ovqatlar berdi, yaxshi gaplar, shirin so'zlar, rosa yaxshi qarashdi. Rahmat hammasiga, umrini bersin. Menga rosa yoqdi. Hammasini muomalalari, o'zi hamma yo'li yoqdi. Hammasi yaxshi. Kecha kechqurun mana amallarimizni qildirib, bizni xotinlarga alohida, erkaklarga alohida odam berib, ular bizni Ka'baga olib borishdi. Hammasi bizni chiroyli qilib, qiynamasdan amallarimizni bajarishga yordam berishdi. Rahmat shu qizlarga ham. Juda yaxshi qiz ekan. Hammamizga ko'zimizga qarab bo'lmay qoldi. Xolajon, opajon deb ichimizda kasallarni teng qarab ko'tarib oray deb qarab yetalab yurdi. Hammani. Kim agar keladigan bo'lsa mana mashinga kelsin. Men chin yuragimdan o'zim iltimos qildim bolalarga. Men o'zim kimga aytsam bo'ladi, shularga roziligimni aytib qo'yay. Mana shu bergan pullarimizni hammasini halollashadi ekan. Biz rozimiz bergan pullarimizga, bular sizlar ham bizdan rozi bo'linglar. Juda ham yaxshi qarayapti. Rahmat sizlarga hammanglarga. Umringlarga baraka bersin. Nima niyatinglar bo'lsa niyatinglarga yetgan. Boshliqlarga hammasiga rahmat. Asha Anjanda turib bizni jo'natgan qizlarga, bolalarga hammasiga rahmat. Mana Islom Ali o'g'lim sizga ham rahmat. Juda ham mana hech nima sizni videolarga olib oldik. Keyin eshitib yuramiz, sag'insak ko'ramiz deb. Shunaqa yaxshi ekan. Endi men hammaga aytaman. Inshaalloh yana boradigan opalarim bor, jiyanlarim bor. Hammasini shu ixlosdan jo'natkizaman. Shunaqa niyatlarim bor. Mana hozir telefonimda ertamandan beri maqtab o'tiraman. Hammasiga aytyapman. Endi boradigan bo'lsanglar, mana shu ixlosdan boringlar deb hammaga aytyapman. Rahmat sizlarga. Ashitdi boshliqlar.